Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Reder va mana nihoyat men qishloqqa qaytdim. Aytishingiz mumkin, Reder nima uchun qishloqqa qayting deb. Gap shundaki, shahardan charchadim. Birozgina toza havoda aylasam yomon bo'lmaydi. Nima? O'z quloqlarim bilan eshityapmanmi? Radar. Sam, salom, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Xo'sh, nimaga kelding qishlog'imizga? Shunchaki toza havoda aylanmoqchiman. Bu yerda men yashashim uchun uy topiladimi? Uymi? Qishlog'imiz keng, topiladi. Davay top ber. Xo'sh, mana bu uyni senga tavsiya beraman. Nima? Sam, aqldan o'zgamsan, bu uy chirib yotibdi axir. Qara, ustimga tushib ketishi mumkin uxlagan vaqtimda. Ha, lekin asosiysi men uyim to'g'risida. Yo'q, Sam, albatta qo'shni bo'lishimiz yaxshi, lekin Mana meni uyim unchalik ham zo'r emas. tushunursan, bu yer lyuks xona bo'lib yotibdi. Hattoki televizor bor, stollar, tushunursan. Men bu uyda qolishni istamayman. Hech bo'lmasa ichiga kirib ko'r, shakli senga yoqishi aniq. Yo'q, Ha, mayli, balki kitobni muqovasiga qarab baho berish kerak ekan aslida. Do'stlar, bu nimasi tushunursan? Yo'q, men bu yerda yashashni istamayman, chunki bu nima bo'ldi? Sam, aqlni ozgamsan, qanisan? bo'pti, yur merni oldiga. Nima? Sam, tushunursan, merni uy qayerdaligini bilaman, lekin uyni gaplashmoqchi shekilli men uchun. Ha, mayli, bepulga bo'lsa olishi mumkin. Mana, men aytgan odam. Salom janob mer. Assalomu alaykum. Xo'sh, aytgan bo'lsa kerak hammasini. Ha, aytdim. Bepulga berishim mumkin uyni. Bepulga? Ajoyib, bepulga bo'lsa olaman, to'kilib yotgan bo'lsa ham ketdik. Ha, men hammasini gaplashib ko'rdingmi? Men o'zim hal qilaman. Любой vaqtda chaqirsang bo'ldi. Sam akang bitta qo'ng'iroq bilan hal qiladi. Любой masalani. Bo'pti. Qayoqqa? Hozir o'rmonda ishim bor. Qornim og'rib qoldi. Menimcha Sam uchun hojatxonalar mavjud bo'lmasa kerak. Hatto kim biladi bu ahmoqni. Balki shunchaki meva tergan ketishgandir. Bu unchalik ham yomon emas. Agar yaxshilab o'ylab qarasak, birozgina eshik nima desam ekan, shakli unchalik ham xunuk, ham Z harfi turibdi. Buni biz olib tashlashimiz kerak bu yerdan, chunki bizga bunaqangi eshiklar mos kelmaydi, do'stlar. Mana bularni ham tozalash kerak. O'rgimchak to'rlar. Bu eng yomon ko'rganim. Do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar o'rgimchaklardan qo'rqasizlarmi? Masalan, men juda ham, shuning uchun bularni hammasini olib tashlash kerak. Xo'sh, birinchi navbatda daraxt chopib kelishimiz kerak. Ammo qishloq atrofida daraxt chopish nima desam ekan, noqonuniy. Agar ko'rib qolishsa, meni haydab yuborishadi va uzoq muddatga o'tirishim mumkin. Shuning uchun ham asta sekinlik bilan hozir mana bu yerda jimgina mana bularni hammasini ship-shiydon qilib ketamiz daraxtlarni. Tak, hech kim ko'rmaydigan bittami va 1 2 3 kamida 30 tacha daraxtlar kerak bo'ladi. Ulardan doska tayyorlaymiz va hammasini yangilaymiz. Uy chiroyli bo'lishi kerak, sizlarga aytsam, chunki chiroysiz nima qilamiz, bu to'kilib tushayotgan uyda yashab, boya aytgandek ustimga tushib ketsa nima qilaman uxlayotgan vaqtimda. Shuning uchun ham do'stlar, hozir bu yerni sekingina o'zimizga moslab chiroyli qilib olamiz. Yana daraxt chopishimiz kerak, chunki bor yo'q 10 ta nimaga ham yetardi. Hattoki bitta devorni ham almashtira olmasa kerak. Qancha almashtira olishimiz mumkin, lekin boshqa mayda tushlarga ham kerak bo'ladi. Stullar ham bog'layman men ham uyimga, chunki hammasi qulay bo'lishi kerak. Pechkalarni o'sha yerda devorda turganini ko'rdim, demak, unchalik ham qiyin bo'lmaydi. Tak, yerlar mana bularni ham sindirib olamiz va umuman do'stlar, qishloqda yashashga qanday munosabat bildirasizlar? Shaharga qaytaymi yoki qishloqda yurganim yaxshimi? Chunki qishloqda ham juda ham qiziqarli sarguzashtlar bo'lishi haqida eshitganman va mana bularning hammasini bugun sinab ko'ramiz. Balki bugunning o'zida biror nima boshimga tushar bu qishloqda. Qaysi bilasizlarmi? Boshimga tushishi mumkin bo'lgan narsa bu yerda faqatgina chirib yotgan tom bo'lsa kerak, lekin hozir uni almashtirib tashlaymiz va hammasi chotki bo'ladi. Manzaraga gap yo'q. Shaderlar qo'shsa undan ham yaxshi bo'ladi. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Shaderlar qo'shsam sizlarga yoqimliroq bo'ladimi? Masalan, ko'pchilik aytadi, Reder, shaderlarni o'chirib qo'ying deb. Oppa, do'stlar, mana bu yerga tushishimiz kerak. G'orga ketmoqchi edim, lekin mana bu yerda g'or bor ekan. Tak, kelinglar, bularni hammasini terib olamiz. Shader mavzusida gaplashayotgan edik. Masalan, do'stlar, men shaxsan shaderlar yoqish tarafdaman, lekin ba'zida obunachilarim yozishadi, "Yo'q, kerak emas, Reder, ko'zni qamashtiradi" deb. Hayronman, nimasini qamashtirar ekan. Mayli. Yaxshisi do'stlar, bilasizlarmi, nima haqida gaplashishimiz kerak? Qishloqda qanaqangi sarguzashtlarni ko'rishni istagan bo'lardingiz? Qishloqda juda ham qiziqarli ishlar bo'ladi, bu aniq fakt va ularni hammasini birdaniga videoga olishga ulgurmaslik mumkin. Shuning uchun ham mavzularni yozib qoldirsanglar, ana o'shanaqangi voqea sodir bo'lganda kakras kamerani yoqaman, chunki voqealarni o'tkazib yubormaslik uchun kamerani endi har doim o'zim bilan ko'tarib yurmoqchiman.
ish juda ham ko'p do'stlar. Mayli, qanchalik tez boshlasak, shunchalik tez yakunlaymiz. Shuning uchun ham kelinglar, bularni otib yuboramiz va birinchi navbatda bizga kerak bo'ladi doskalar. Doskalardan hozir verstak, chunki verstaksiz o'zingiz bilasiz, hech narsa qilib bo'lmaydi. Tak, mayli, hozircha mana bu yerda tashqarida turaversin. Hozir shuni ustiga sandiq qo'yib qo'yamiz va ichiga narsalarni tashlaymiz. Chunki bularning hammasini olib yurish birozgina noqulay, adashib qolishi mumkin, ayniqsa remont vaqtida. Opa, ketdi. 1 2 3 4 5 hammasini tashlaymiz. Keyinchalik sortirovka qilib chiroyli qilamiz. Kamera esa turishi kerak mana bu yerda, chunki kim biladi nima voqealar sodir bo'lishi mumkin keyinchalik. Shunga birdaniga qo'l ostida turgani yaxshi. Xo'sh, endi birinchi navbatda polni almashtirmoqchiman, chunki buni qaranglar, o't o'sib ketgan. Yo-mayo, ha mayli. Bu yerda menimcha bir 10 ming yil davomida hech kim yashamagan bo'lsa kerak. Ha mayli, 10 ming yil juda ham uzoq, balki bir necha yildir yoki bir necha 10 yil, kim biladi do'stlar. Eng asosiysi, hozir uyni remont qilamiz, yangidek bo'ladi. Podval ham bor ekan bu yerda. Ajoyib. Hozir ko'ramiz qani bizga nimalar chiqar ekan bu yerdan. Faqat mana bu bloklarni olib tashlash kerak, yorug'roq bo'lishi uchun. Oha, do'stlar, mana bunaqasini men yoqtiraman. Xo'sh, ichkarida bochka turibdi, qanaqadir shkaf menimcha. Aha, bu yerda ham o't o'sib ketgan. Albatta, axir podval bo'lsa, xo'sh, buni ochish kerak endi. Buni qaranglar, podval u tarafga ham kengaygan ekan. Yaxshi, bekorga Sam, stop. Tak, do'stlar, nimagadir bosib bo'lmayapti. Men hozir bosyapman mishkani ikkinchi tugmasini, lekin ochilmayapti, tushunmadim. Qanaqadir bugmi? Buzish ishlayapti, lekin buza olmayapman. Buni qaranglar. Yorilyapti, lekin sinmayapti, tushunmadim. Menimcha bu yerda qanaqadir bug sodir bo'lgan yoki qandaydir mistika. Tushunursin, buni qaranglar. Devordan o'tmoqchi edim, lekin bu aniq mistika do'stlar. Hozirning o'zida merning yoniga borishimiz kerak, sizlarga aytsam, yoki Minecraft qotyaptimikan. Chunki shunday bo'lishi mumkin. Internet yomon bo'lsa, serverda lag bo'lib, yomon bo'ldi do'stlar. Merning yoniga boramiz hozir. Agar mer ham qotib qolgan bo'lsa, aniq bug bo'ladi va bizda endi bepulga podval bor uy bilan qo'shib. Oha! Mana bu do'stlar 2 martalik profit deyiladi. Yaxshi, men bilan birgalikda iqtisod savodxonligini o'rganinglar. Mana bunday qilamiz va bo'ldi, yopib qo'yamiz hozircha. Chunki birinchi navbatda remontni bitirmoqchiman, keyin esa merga ko'rsataveraman. Tak, menga kerak bo'ladi doskalar, chunki hozir bularni hammasini almashtirish kerak bo'ladi. Birin-ketin tozalab chiqaman hammasini. Albatta, endi yerto'lamiz ham borligi yaxshi, lekin baribir ham g'alati, birozgina bug bo'layotgani. Xo'sh. Sportga stavka, kazinolar, poker va boshqa tavakkalchi o'yinlar 1xbetda. Kommentardagi ссылkadan esa depozitga $100 bonus olasiz. Omadingizni sinab ko'ring. Va oxirgisi ajoyib do'stlar, hamma yoqni yangilab chiqdim, faqatgina devorni ana u tarafni yangilash qoldi xolos. U yerni ham hozir tozalasam, bu yangidek bo'ladi. Oha do'stlar, anchada bir bunday mazza qilmagandim, chunki remontni ham o'z gashti bor. O'zing xohlagandek almashtirishing mumkin, hamma narsani toza qilib, xuddiki o'z qo'ling bilan qurgandek. Mana bularni ham olib tashlashimiz kerak va o'rniga qo'yish. Ichkarida hammasi yaxshi. Bu yerga ham biror nima qursak bo'ladi, chunki menga lava kerak emas. Tak, stop. Kalit, tushunmadim, kim meni uyimga kalit ilib ketdi? Balki men kelgunimcha stop do'stlar, balki podvalning eshiginikidir. Chunki mana shunday eshik bilan anorog'i kalit bilan ochiladigan eshiklarni yasashganda shunday privat qo'yishadiki, tashqaridan buzib bo'lmasligi uchun. Hozir harakat qilib ko'ramiz. Buni qaranglar. 3 ta ekan, qiziq. 3 ta bo'lsa, mayli, menga juda ham qiziq. Hozir hammasini ko'rib bilib olamiz. Kamera hozircha shu yerda turra qolsin. Juda ham eskirib yotgan kartlar aniq to'g'ri kelsa kerak. Xo'sh, kart bu yoqqa tursin. Avvaliga mana bularni hammasini ichkariga olib qo'yay, chunki hozir jitellar kelib qolsa, biror nimani olib ketib qolishlari mumkin. Nago'lik qilib shunga mana bu kamerani ham bu yerda qoldirmaymiz. Ana shunday bolta bilan sindiramiz. Biz juda ham xo'sh, qani bu yerda bizga kerak bo'ladi. Tak, verstak va sandiq. Verstak bu yoqqa, sandiq bu yoqqa. Endi esa narsalarni qo'yib chiqishimiz kerak. Birin-ketin hammasini qo'yamiz va sortirovka qilib yuboramiz birdaniga. Keyinchalik vazifa qilmaslik uchun tak, instrumentlar menga kerak bo'ladi, chunki hali remont tugagani yo'q. Bloklar bu tarafda o'tira qolsin. Tak, andezit bu yoqqa. Aha, pullar, yana non, ko'mir bu yoqqa tursin. Tak, kalt hozir kerak bo'ladi. Tak, pullar bu yoqqa tura qolsin. Shaxsiy buyumlarni mana bu tarafga qo'yamiz. Yaxshi, kalit, eshik, kamera, tak, non, ovqat bu yerda bo'ladi. Do'stlar, bo'ldi. Ajoyib. Kelinglar, endi mana buni olamiz va bo'ldi. Bizga bittagina eshik kerak. Yaxshi, 3 ta bo'lib ketdi. Ha, mayli. Hozir mana bu yerdan qo'yishimiz kerak va ajoyib, eshik ham o'z joyida. Endi pastga tushsak bo'ladi. Bu yoqqa, bu ham mana shu yerda tura qolsin. Ajoyib. Yaxshi, hech narsani unutmadik menimcha. Va bo'ldi do'stlar, uzoq kutilgan onlar. Qani endi pastga tushamiz. Bizga kerak bo'ladi albatta lopatka. Qani keldik. Hozir chiqish yo'lini ham ochib qo'yishimiz kerak.
Mana bunday va mana bunday. Yaxshi. Endi bemalol tushib chiqsak bo'ladi. Faqatgina ochib qo'yamiz buni. Yaxshi bo'ldi. Kalt. Qolib ketibdi-ku. Jin ursin, kalt bu yoqqa. Do'stlar, bo'ldi. Qani harakat qilib ko'ramiz hozir. Ochilishi shart. Xo'sh, birinchisi yo'q, ikkinchisi ikkinchisi to'g'ri keldi va ochildi. Jin ursin. Ha, do'stlar, fikrim to'g'ri ekan. Faqat ichkari juda ham qorong'u, bizga fakel kerak bo'ladi. Qani bu yoqda atak stop sandiq, yana doskalar. Yaxshi. Ajoyib. Hammasi tayyor. Endi bemalol fakel yasashimiz mumkin va pastga tushamiz. Qani nimalar bor ekan? Ha do'stlar, uzoq kutilgan damlar. Endi bizda podval ham bor. Faqatgina u yerda ham remont qilishga to'g'ri keladi, lekin chiqsa instrumentlar o'zim bilan. Xo'sh. Ichkarida hamma narsa o'sib yotibdi. O'zimiz ham yo-mayo, bu nima bo'ldi? La'nati. Skelet. Tushunursiz, buni qaranglar. Qurib ketgan va nimagadir yerga qadalgan zanjirlari. Okey, biroz g'alat, lekin mayli, balki men kelgunimcha 10 yillar avval bu skelet bu yerda borga o'xshaydi. Qon qotib qolgan do'stlar. Aniq bir necha yillar bo'lgani ko'zimizga ko'rinib turibdi. Bu aniq fakt. Ochilmayapti. Bo'sh ekan. Mayli, bu haqida do'stlar kimga aytsak ekan? Yaxshisi politsiya chaqiramiz. Hozir kelib bularni hammasini olib ketsin. Podvalda signal yo'q. Teparoqqa chiqishimiz kerak. Xo'sh, nimagadir signal. Yo-moyo, axir biz qishloqdamiz. Bu yerda signal yo'q. Jennerson. Endi kimga xabar beraman? Hech kimga. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Mana endi podvalimda mana bunaqangi skelet bilan yashashimga to'g'ri keladi. Albatta yo'q do'stlar. Hozir merning yoniga boramiz va undan hisob so'raymiz. Bizga yordam bersin. Janob mer, nima bo'ldi? Podvalimdan skelet chiqdi. Nima? Skelet? Yuring ko'rsataman. Davay ko'rsatchi. Hayronman, skelet bo'lmasligi kerak u yerda. Podval dedingmi? U yerda podval yo'q edi. Yuring ko'rsataman hammasini. Bo'pti. Bu uyni o'zim shaxsan tekshirganim. Hech qanday podval bo'lmasligi kerak. Kiring. Qani? Bilmagan edim. Men albatta ko'rib ko'rgandim, lekin bunchalik chuqurda podval borligini bilmabman. Xo'sh, qani? Nima? Skelet? Bu yerga ham bor ekan joy. Yaxshi joy. Stop. Bu ana shu yerda edi skelet. Shunchaki qorong'ida ko'zingga ko'ringandir. Yo'q, men ko'rdim va basharangizni to'g'ri qiling. Meni ustimdan kulmang. Janob mer. Shunchaki dam olishingiz kerak. Lekin bu yerda aniq skelet bor edi. Ketib qoldi. La'nati do'stlar. Axir yoki aqldan o'zyapman. Axir sizlar ham ko'rdinglar. Videoni boshiga aylantirib ko'rish kerak. Axir u yerda skelet bor edi. Hozir esa skelet g'oyib bo'ldi. Do'stlar, yoki shunchaki ko'zimga ko'rinyaptimikan? Mayli, simdan so'rash kerak, lekin hozir o'rmonda yurgan bo'lsa kerak. Jennerson bo'pti. Yopib qo'yaman va bu yerni shunchaki qurib tashlayman. Sim kelganda esa gaplashib ko'ramiz. Bo'ldi do'stlar, bularning hammasi juda ham g'alati va qo'rqinchli. Nima ham qilardim? Lekin ketadigan joyim yo'q. Sim kelsa, uyda yotib qolarman. Hozircha esa mebellarni yasab turaman. Amayo. Bu yerda hojatxona qayerda ekan? Do'stlar, xayrli tun va Sim shunday qilib kelmadi va shu yerda qolishga majbur bo'ldim. Endi bu kim bo'ldi? Ritel. Ritel. Bu yerda hojatxona. Oy to'lgan kun ekan. Ritel. Tushunmadim, nimaga ketyapti? Menimcha bu uyqusida yuradiganlardan bo'lsa kerak. Hozir yordam berib yuboramiz. Ritel, biror yerga ketib qolma yana. Ritel, nima? Nima? Tush ko'rdimmi? Albatta mana bu tush. Jennerson, sal qolsa yuragim ushlab qolardi, lekin mayli, hammasi o'tib ketdi. Bo'ldi. Bu qishloqdan do'stlar ertaga yo'q ketaman, chunki bu yerda qolish niyatim yo'q. Qanaqadir g'alati ishlar ko'rdinglarmi? Jennerson, ana qo'lga tushdim. La'nati.